Xudo xolasa tayyorlagan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi akalar. Bugungi nasib qilgan ekan. Ichida ikkita bilet, eng mощность qo'yilgan va mертвый zona qo'yilgan. Yorchini hozir bitta ko'rsataman akalar, qanaqa ishlaydi. Mертвый zona поворот yoqsa yonadi, bu yoqda. Yoq yoqsa yo taraf yonadi. Hozir qorong'i joyda uni обязательно ko'rsatamiz. Farani o'zi bu holatda bo'ladi. Rangini o'zgartirsa bo'ladi akalar. Xo'p, nimani 12 ta 150 300 watt, общий 600 watt bo'lyapti. Hozir buni yoritishni ham bitta ko'rsataman akalar. Xudo xolasa yorishlari bilan tayyor holatini bitta obzorini ko'rsatamiz. Faramizga bitta ahamiyat berib qo'yaylik. Qorong'i joyga olib kiramiz. Videoni uzmay turasizlar. Qorong'i joyda ближнийsi, дальний, ближний va мертвыйsini ko'rsatamiz. Mертвыйsiga keladigan bo'lsa, hozir svetni o'chirib, polni ko'rsatamiz. Поворот yoqish bilan резкий bu yoqqa tushadi, polni. Bu yoqqa yoqish bilan yo tarafga tushadi. Polni yoritadi. Avrenkani bosgan. Kap ochib beradi akalar. Bundoq ko'rsating. O'zingizlar baho berib qo'ysizlar, lekin yoritishi cho'tki. O'chir поворотning. Hop, ближний yoritishni ham ko'rsatamiz. Eng glavnisi o'zi o'sha. Farani yoritishini qaranglar. Yoqqa birinchisini, ikkinchisini ham yoq endi. Kilo alohida bo'ladi. Birinchisini o'chirib tur. Qaranglar. Birinchisini o'zi, ikkinchisini qo'sh. Ikkinchisi. Dalniy qil. Katta bu dalniysi. 600 watt bo'ladi akalar. Eng katta объемli fara mashina bo'ldi. Narxi keladigan bo'lsa, mертвыйлari bilan birga akalar 1,5 ming dollarga chiqdi. Bir oy degani tayyorlanmizda, chunki mashina kerak bo'lganda bizga bo'lmadi. Mashina kelganda bizga o'shni qilib yo'q bo'lib qoldi-da. Sasa va nihoyat tayyor bo'ldi. O'zingizlar ko'rinishga bitta baho berib qo'yasizlar. To'g'ri, endi bu eng qimmat narsalar taqilgani uchun shunaqa narx chiqdi akalar. Arzonroq variantini ham xudo xolasa tez orada chiqaramiz.